Sarapul viloyat markaziy Balg'ali qishloq yashovchilari va farhangilari 29-mezon o'zbek tili milliy kunidan bir ehtifol orqali nishonlaganlar. Ushbu ehtifolda farhangiylar, olimlar, yoshlar va mahalla yashovchilari qatnashib, so'zlovchilar mamlakat milliy tillari, ayniqsa o'zbek tili saqlanishi va o'sishi haqida ta'kid qilib, o'zbek tilini Afg'onistonda muhim va eski tillardan biri unvon qilib, mamlakat tarixiy, adab va madaniyatiga xos o'ringa ekanini aytganlar. Alloh taolo Qur'on azimshonga aytadi ki sizlarda tillaringda muxtalif va mutaaddid bo'lishligi, mutafarriq bo'lishligi va sizlarda rang va nijodlaring muxtalif va mutaaddid bo'lishligi bu bir nishona qudrati Parvardigor. Agar biz o'zbek bo'lib tug'ilganmiz, yana bir inog'amiz tojik bo'lib tug'ilgan, bu bizni ixtiyorimizda bo'lmagan. Bu Alloh taoloning irodasi shunga ketgan. Shu uchun agar biz o'zbek tili va adabiyoti ravnaqiga, uning farhangi, madaniyatini rivojlanishi uchun talosh qilsak, biz Alloh taoloning oyatiga amal qilgan kishi hisoblanamiz. Shu uchun ham biz kelaylik o'zbek tili adabiyotini rivojlanishi uchun, taraqqiyoti uchun talosh qilishimiz kerak. Boshqa tomondan ushbu ehtifol qatnashchilaridan boshqa bir qatori mas'ul nihodlaridan maktablar, bilim yurtlar va farhangiy nihodlarida o'zbek tili rivojlantirishi uchun ko'proq diqqat qilishlarini so'rab, aytishlaricha, milliy tillarni kuchlantirishi mamlakat qavmlari o'rtasida birdamlik va barodarlik mustahkamlantirishi uchun ijobiy naqsh bo'lishi mumkin. Bular bozorga telefon raqamlarini yoshimora telefonlarda aytishga, bir-biriga mesej payom yozganlariga, agarda o'zbek tiliga yozsa, til o'zidan o'zi kuchayib, rivojlanib ketaverar ekan. Afg'oniston o'zbek xalqi to'yinki shu tilimizni asrash uchun birga boyat harakat qilsak, bu tilimizni, tariximizni, huviyatimizni asrash uchun boyat birga harakat qilishimiz kerak va yigitlarimizni boyat tashviq targ'ib qilsak, to'yinki bilim yurtlarga borib, bu arsaga tahqiq qilsalar. Eslash kerak, kim Afg'oniston rasmiy taqvimida 29-mezon o'zbek tili milliy kuni otida ro'yxatga olinib va har yillab mamlakat irim viloyatlarida qizg'in shaklda nishonlanadi.